Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Sensatsion xabar: Abbosbek Fayzullayev Real Madrid ostonasida. Yevropa futbolida navbatdagi katta transfer amalga oshirilishi mumkin. Manbalarga ko'ra, Real Madrid prezidenti Florentino Perez va bosh murabbiy Jose Mourinho O'zbekiston terma jamoasi yulduzi Abbosbek Fayzullayevni kuzatib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Mourinho Fayzullayevning texnikasi, tezkor qaror qabul qilishi va maydondagi kreativ harakatlarini yuqori baholagan. Portugaliyalik mutaxassis uni Real Madridning kelajak loyihasidagi muhim futbolchilardan biri sifatida ko'rmoqda. Florentino Perez esa Osiyo futbolining eng iste'dodli vakillaridan biri bo'lgan o'zbekistonlik futbolchini klubga olib kelish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Transfer summasi esa 30 milliondan 50 million yevro atrofida bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Abbosbek Fayzullayev nafaqat O'zbekiston futboli, balki butun Markaziy Osiyo tarixidagi eng qimmat futbolchilardan biriga aylanishi mumkin. Madridda yangi davr boshlanmoqda. Mourinho o'z jamoasini shakllantirmoqda va bu loyihada albatta Abbosbek Fayzullayev nomi tobora ko'proq tilga olinmoqda. Savol bitta: O'zbekistonning oltin bolasi Santiago Bernabeuda porlay oladimi? 22 yoshli o'zbekistonlik yulduz Abbosbek Fayzullayev Yevropaning eng katta klublari e'tiboriga tushdi. Manbalarga ko'ra, Florentino Perez va Jose Mourinho futbolchini juda ham yaqindan kuzatib bormoqda. Fayzullayev 2025-2026 yilgi mavsumida klub va terma jamoa safida 48 ta o'yinda 9 ta gol va 6 ta assist qayd etdi. U maydonda markazi va qanotlarda birdek samarali harakat qilishi bilan ajralib turadi. Sirdaryolik iqtidor egasi 2003-yil 3-oktyabrda tug'ilgan bo'lib, hozirda 22 yoshda. U allaqachon O'zbekiston terma jamoasining asosiy futbolchilaridan biriga aylangan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayevni bu yo'lda qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abbosbek Fayzullayev" deb yozib qo'yishni unutmang va o'ylaymizki, kelajakda albatta Abbosbek Fayzullayev ham Real Madridga transfer qilinishi mumkin. Qadrli do'stlar, esingizda bo'lsa, yana bir hamyurtimiz Abduqodir Husanov to'g'risida ham video tayyorlagandim. Albatta Manchester Cityga o'tishidan oldin uni Manchester City deyarli transfer qilish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. U deyarli Manchester Cityda deb video chiqarganimda juda ham ko'p o'zbekistonlik muxlislar kommentariyamga juda ham yomon fikrlar bildirishgan, so'kib tashlashgan, ammo yakunda Abduqodir Husanov 2027-yilgacha amal qiladigan Manchester City bilan shartnoma imzoladi. Bundan tashqari, hozirda Abduqodir Husanov Manchester Cityning asosiy futbolchisi bo'lib qoldi. Qadrli do'stlar, albatta yozayotgan kommentariyangizni o'ylab yozasiz degan umiddaman. To'g'risi, Abbosbek Fayzullayev ham Abduqodir Husanov kabi Real Madridga o'tib ketadigan bo'lsa, bu O'zbekiston uchun ham juda ham katta foyda bo'ladi. Albatta siz kommentariyada Abbosbek Fayzullayevni qo'llab-quvvatlang. Men esa ijod qilishda davom etaman. To'g'risi, ingliz tilida yozilgan ma'lumotlarni men o'zbek tiliga sifatli qilib tarjima qilib sizlarga taqdim etyapman. Albatta mehnatim uchun shunchaki like bosib obuna bo'lib qo'ysangiz men juda ham xursand bo'lgan bo'lardim do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.